Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuimiz limfodema turlari va kelib chiqish sabablari haqida bo'ladi. Bu mavzu ham juda qiziq va juda ko'p yangi ma'lumot qilasiz umiddaman. Demak, limfodema haqida gaplashadigan bo'lsak, bu hozirgi kundagi eng dolzarb mavzulardan bittasi, ya'ni limfodema yoki limfostaz, fil oyoq deyishadi, yana boshqa kasalliklar nomi bilan atashadi. Demak, bu xalqimizda shu fil oyoq, ya'ni azaldan ma'lum, ya'ni o'sha limfa sistemasiga buzilish hisobiga limfa suyuqligi chiqib ketmaydi. Shuni hisobiga oyoq xuddi filga o'xshab kattalashib ketgani uchun fil oyoq deb aytiladi. Va fil oyoq deb mashhur va butun dunyoda shu nom bilan ataladi. Ya'ni u qaysidir Amerikada yoki Rossiyada bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni American Filiaris, Rossiyada Slonovus deyiladi, bizda fil oyoq deb ataladi. Bu demak qadimgi kasalliklardan bittasi hisoblanadi. Va afsuski haligacha ba'zi bir, ya'ni ko'proq tug'ma limfodemani masalan aniq sababi va uni keltirib chiqargan sabablar haqida ma'lumot ega emas. Hali to'liq o'rganilmagan desa ham bo'ladi. Lekin limfodemani ikkita turi bor. Bu ikkita turi bor. Bu qanaqa hech kim nima deydi, bahslashmagan holati. Ya'ni bu birlamchi va ikkilamchi limfodema va shunga qarab davo taktikasi ham, uni kasal olib borishi ham va nima deydi, kasallik kechishi ham har xil bo'ladi. Va o'zi limfodema yana turlarga bo'lsak bo'ladi. Demak, birlamchi limfodema bu tug'ma limfodema desa ham bo'ladi. Ya'ni limfostaz, limfodema, limfostazni ko'proq o'sha postsovetdan qolib ketgan, lekin butun dunyo limfodema deb ataydi. Demak, o'shaning uchun limfostaz va limfodema ko'p gapiramiz, bu bir xil narsa deyarli. Shundan farq qilmaydi. Qisqasi birlamchi limfodema bu tug'ma limfodema bo'ladi. Lekin afsuski, tug'ma limfodema degani bu har doim tug'ilish bilan paydo bo'ladigan limfodema emas. Ya'ni u ham tug'ma limfodema, ya'ni 3 turga bo'linadi. Bu birinchi turi, demak, tug'ilishi bilan paydo bo'lgan turi. Ya'ni bola tug'iladi, chaqaloq tug'iladi va o'sha bir necha kunlardan keyin o'zi ma'lum bo'ladi, shu qo'lida yoki oyog'ida yoki tanani ma'lum qismida shisha boshlaydi. Va bu qidirilganda ko'pincha sabab aniqlanmaydi va shundan so'ng limfodema deb tashxis qo'yishadi. Ikkinchisi, ya'ni birlamchining ikkinchisi bu balog'at yoshida, ya'ni gormonal o'zgarishlar bo'layotgan paytida, ya'ni gormonal o'zgarib bo'lganda tabiiyki kelib chiqargan turi bo'ladi va uchinchi turi bo'lsa, bu 25 yoshdan keyin paydo bo'ladigan turi bor. Lekin bitta narsa aytish kerak, qancha kech paydo bo'ladigan bo'lsa, shuncha davolash osonroq bo'ladi. Bu narsa nega bunaqa deyiladi? Chunki limfa sistemasi xunuk etganda bu qisqasi organizmdagi moddalar va shu natijasida bu hosil bo'lgan moddalar inglizchasi debrit deyiladi. Ya'ni musor desa ham bo'ladi, axlat desa ham bo'ladi. Afsuski shunaqa sal xunukroq bo'lsa ham, ya'ni qon boradi organizmga, ya'ni masalan qo'lga boradigan bo'lsa, masalan qon keladi qo'lga va o'sha moddalar shuni bo'ladi. Bu natijasi har xil nima deydi, organizm uchun keraksiz bo'lgan moddalar paydo bo'ladi. Va bu narsa masalan qonda bo'lgan bo'lsa va limfa sistemasi orqali so'rilib limfa tugunga tortadi. Ya'ni limfa tugun xuddi nasos vazifasini bajargandek bu narsani tortadi. Va limfa tugundan so'ng bu limfa tuguni yana davom etib yuqori kak venaga quyiladi. Va yuqori kak venadan keyin u qon sistemasiga, venoz sistemaga tushib, buyrak orqali bu o'sha moddalar shuni natijasida paydo bo'lgan narsalar chiqib ketadi. Nega aytamiz, qancha yosh katta bo'lgan sari paydo bo'lgani davolash osonroq. Negaki u insonning limfa sistemasi shunchalik rivojlangan bo'ladi. Ya'ni masalan yoshligida paydo bo'ldimi, qancha yosh paydo bo'ldi, limfa sistemasi shunchalik yaxshi rivojlanmagan. Ya'ni xunuk aytganda odamni sirti bor, ya'ni har bitta odamni o'sha ruschasi ploshd deydi, o'zbekchasi bo'lsa, ya'ni hajm desak bo'ladi. Va hajm bo'lgani uchun katta bo'lgan sari bu hajm oshib boraveradi. Ma'lum yoshdan so'ng masalan 30 yoshdan keyin yoki 25 yoshdan keyin odam o'smaydi-ku, hajm kattalashmaydi deyishimiz mumkin. Ha, to'g'ri, lekin moddalar almashuvi kuchayadi. Ya'ni masalan 40 yoshdan keyin o'sha odamda yangi narsa hosil bo'lish emas, ya'ni oqsillarni yangi hosil bo'lish emas, undan ko'proq parchalanish paydo bo'ladi. Ya'ni tabiiyki narsalar parchalanganda, ya'ni qarish degani xunukroq aytganda qarish jarayonida paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha hosil bo'lish emas. Masalan, yosh bolalarda o'sish jarayonida, ya'ni yangi narsalar hosil bo'lgan, oqsillar, ya'ni moddalar shunda o'sha miksatorlar qo'shilib oqsillar bo'lib, ya'ni odam o'sgan sari yangi, ya'ni organizm kattalashgan sari ularda hosil bo'lish jarayoni, qurilish jarayoni ko'p bo'lsa, yosh kattalarda bo'lsa, buzilish jarayoni, ya'ni o'sha hosil bo'lgan narsani endi parchalanish jarayoni kuzatiladi. Ya'ni bu tabiiy holat. Shuni hisobiga parchalanish ko'p bo'lgandan keyin yosh kattalarda tabiiyki limfa sistemasiga ish ko'payadi. Ya'ni limfa sistemasi endi hosil bo'lgan shu moddalash natijasida hosil bo'lgan suyuqlikni tashqariga olib chiqib ketish vazifasi kuchayadi. Shuni hisobiga
Limfa sistemasi masalan oldin xunayotganda 50 kvadrat metrga bemalol xizmat ko'rsatgan bo'lsa, endi 70 kvadrat metr bo'lgani uchun u sistema ishlay olmaydi, ya'ni olib chiqib keta olmaydi va shundan keyin limfodema paydo bo'ladi. O'shaning uchun ba'zi bir kasallar sizda birlamchi, ya'ni tug'ma desak, yo'q, meni yoshligimda unaqa narsa bo'lmagan edi. Men balog'at yoshida bo'ldim deydi, keyin bir xillari o'sha 30 yoshdan keyin boshlandi deydi. Ba'zi bir ayollar aytadiki, men ayollar ko'proq bo'ladi, tug'gandan keyin boshlandi deydi. Bu ham bitta holat, ya'ni tug'ish jarayonida tabiiyki unda o'sha homila hisobiga moddalanish nurida o'zgarishlar bo'ladi. O'shani hisobiga moddalanish ko'p bo'lgani uchun ular sistemada o'sha oldingi holatda ishlamaydi, o'shani hisobiga bo'ladi. Shunaqa bu birlamchi limfodema va birlamchi limfodemani davolash haqida yana xudo xolisa agar gaplashamiz. Uni o'zini davolash taktikasi bor, o'zini olib borish taktikasi bor, shunaqa narsa. Lekin bitta narsa aytishim mumkin, birlamchi limfodema ikkilamchi limfodemaga qaraganda davolash sal qiyinroq. Bu mashaqqatroq va hech qachon hozirgi kunda hech qaysi davlat meditsinasi birlamchi limfodema uchun davolashda bizda muammo yo'q deb aytolmaydi. Butun dunyoda hali muammo bor. Lekin xudoga shukr, hozirgi kunda mikroxirurgiya rivojlanishi hisobiga ancha bu narsalar yechilgan va ba'zi bir kasallar 100% emas, lekin ba'zi bir kasallar bu darddan qutulib ketganlar ko'p. Keyingi limfodemaning ikkinchi turi bu ikkilamchi limfodema hisoblanadi. Bu ikkilamchi limfodema bunda yatragen limfodema desa ham bo'ladi yoki travma natijasida limfodema desa ham bo'ladi. Bunda Alloh, Xudo shunaqa odamni limf sistemasi mukammal yaratgan, ya'ni u bemalol shunaqa xatolarsiz shu katta hajmni ham ishlay oladi. Lekin unda ma'lum bir sabab, ya'ni bu bo'lishi mumkin travmalar, masalan, limfa sistemasida bo'lgan travmalar, limfa yo'llarida bo'lgan travmalar, buni hisobiga limfa sistemasi, limf tugunida yoki limfa yo'lida uzilish paydo bo'ladi. Ikkinchisi bu infeksiyalar. Bizning davlatda xudoga shukr bu narsa yo'q, lekin Afrika davlatlarida hali ham ba'zi bir o'sha infeksiyalar bor, ya'ni sodda hayvonlar bor. Bu sodda hayvonlar shu suv orqali kirib, imенно limfa sistemasi ashiydi va limfa sistemasi tiqilish, ya'ni tiqilib qolib hisobiga o'sha limfada buzilishlar paydo bo'ladi. Uchinchisi bu operatsiyalar, limfa sistemasida bo'lgan operatsiyalar, ya'ni bu har xil operatsiya bo'lishi mumkin. Limfa tugunda yoki limfa yo'llarini o'sha jarrohlik muolajasi natijasida buzilishi, ya'ni olib tashlashi yoki kesib tashlash hisobiga limfa suyuqligi o'ta olmay qoladi. O'shani hisobiga limfa suyuqligi organizmda to'planib, limfodema, ya'ni limfosis kasalini keltiradi. Keyingisi nur terapiya. Nur terapiya juda katta ahamiyatga ega, ayniqsa ko'krak bezi saratoni yoki har xil onkologik jarayonlarda shu limfa sistemasi sohasiga nur bergan hisobiga. Afsuski limfa sistemasi va limfa tomirlar, limfa tugunlar juda nozik narsa bo'ladi. Ular nur bergan hisobiga xuddi burishib qolgandek, ya'ni ular kuyib ketadi desa ham bo'ladi. Nur aytib, kuyib ketgan hisobiga ular funksiyasini bajara olmaydi va biz statistik natijasiga ko'ra agar shu limfodema kasalligida, ya'ni ayniqsa ko'krak bezi saratonidan keyin rivojlangan limfodemada nur terapiya juda katta ahamiyatga ega. Ya'ni agar kasal mastektomiya o'tkazgan bo'lsa va total limfa disseksiya bo'lgan bo'lsa, limfa tuguni olib tashlagan bo'lsa va nur terapiya o'tkazgan bo'lsa, deyarli 90% kasallarda limfodema rivojlanadi. Masalan, Yevropa davlatlarida, Amerikada va Angliyada bu ko'rsatkich 25%. Nega? Ularda limfani vыбросni, ya'ni selektiv tanlab o'sha qaysi zararlangan bo'lsa, o'shani olib tashlashadi. Bu narsa O'zbekistonda ham qo'llanilyapti hozirgi kunda. Lekin bizda nur terapiyada juda katta ob'yomda beriladi. Shuni hisobiga bizda statistika sal ko'proq. Men nur terapiyachilarga qarshi gapirmoqchi emasman, lekin asosan shunaqa narsa. Shunaqa, lekin ikkilamchi limfodemani ayniqsa ishdan oldin tekshirtirish kerak. Shu limfografiya tekshiruvi bor. Bu hech qanaqa og'riqsiz, shu oddiy bitta ukol bilan tekshirsa bo'ladi va bu narsa bilan o'sha limfodemani shu ishmasdan oldin davolasa bo'ladi. O'zi uni limfodema davrlari bor. Qaysi davrda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qancha vaqtli murojaat qilinadigan bo'lsa, uni davolash shuncha oson bo'ladi. Shunaqa aytganimdek, limfodema yana qaytadan ikkita turi bor. Bu birlamchi tug'ma, bu tug'ma 3 ga bo'linadi. Tug'ilish bilan paydo bo'ladigan, balog'at yoshida paydo bo'ladigan va 25 yoshdan keyin paydo bo'lgan turi bor. Orttirilganligi bo'lsa, ikkilamchi limfodemani bu har xil travmalar, operatsiyalar, nur terapiya va infeksiya natijasida paydo bo'lgan bor. Keyin birlamchi limfodemada ko'p uchraydigan soha bu kaf sohasida, ya'ni asosan oyoq kaf sohasi uchraydigan soha limfodemasi bor. Bu shu sohada ko'pincha bo'ladi va bu o'sha sohadan ko'pincha tarqalmaydi, ya'ni ma'lum bir qismini egalatadi. Limfodemada limfografiya, ya'ni tekshiruv nimaga kerak deganda, ana mana shu sohada, ya'ni qaysi sohagacha limfa sistema zararlanganligiga qarab kompleksin kiyim tanlash uchun kerak bo'ladi. Ya'ni biz agar bemorda faqat kaf sohasida limfodema belgilari bo'ladigan bo'lsa, biz unga shu sonigacha kompleksin kiyim yoki sonigacha massaj yoki sonigacha bandajlash kerak yo'q. Faqat kaf sohasini qilish kerak, chunki undan tepasi normal rivojlangan bo'ladi. Shunaqa narsa, men agar limfodema bo'yicha savolinglar bo'ladigan bo'lsa, jo'natishinglar mumkin. Ma'lum sabablarga ko'ra uzoq vaqt tusha olmadik. Lekin biz sizlarga savollarga javob berishga tayyormiz. Bizdan kuzatishda davom eting. Rahmat.